Biz sababchimiz loyihasini safi yana ham kengaymoqda. Bugun Nozimaxon singlimiz kelganlar, g'ish quyar oilani xabar olgani. Siz ham o'z hissingizni qo'shib keting. Assalomu alaykum hurmatli menejerlarim. Biz ham mana shu g'ish quyayotgan ayolni uyiga bugun qo'limizdan kelgancha ehsonlarimizni olib kelyapmiz. Inshaalloh biz yolg'iz basmiz. Bizning kuchimiz ko'p, mujik ayol, mujik erkaklarimiz ko'p. Farg'ona, Marg'ilon sizlarni safimizda kutib qolamiz. Qo'llaringdan kelgancha moddiy bo'lmasa like, podдержка, repost bosib bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Sizni ham kutib qolamiz. Biz sababchimiz loyihasida. Videoni oxirigacha ko'ring. Bizi endi keldik, hali ko'rishmadi. Bitta dorozanidir ichiga ko'rsatib nima ish qilayotganini. Xo'p, Nozimaxon, g'ish quyar oila xuddi shu bo'ladi. Biz yetib keldik. Biz yetib keldik inshaalloh. Endi mana ko'rasiz, ko'zingiz bilan ko'rasiz, ishonasiz, hech qanaqa uyushtirilmagan holat, sharoitni ko'rasiz. Jonim, assalomu alaykum. Qani o'ynaysanlarmi endi? Ha? Formaga mos bo'ladi-da endi ana. Formani kiyib. Real va Barsa. Men Realga ma'lumali fanat. Ronaldoga emas. Si qilingchi. O, mashalloh, ko'z tegmasin. Assalomu alaykum. Xolajon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Qizimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Issiqlarda qiynalmayapsizlarmi? Kam bo'lsa ham sog' bo'linglar iloyim. Ular nima edi ular? Kiyimlarmi? Ha. Bolalarga, o'zingizga ikkita narsalar bor. Ayollar uchun Bo'lsa-ya, yaxshimiz? Bolalar. Mencha shirinsiz. Bunaqa o'ynaganmisan? Ha, o'ynamaganmisan bunaqa? Hozir birga o'ynaymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizimisiz? Qalaysizlar? Men sizga, men qizim. Men. Ana yoqdimi? Voy, ehtiyot bo'l bola. Qanqolaring sog' bo'lsin. Faqat makonlardan qaytsin. O'pa o'ylan, mandir qo'y. Shunaqangi saxiy bizning O'zbekistonda insonlar bor. Bugun bittasi men bular safiga qo'shilgan bo'lsam, bizdaqadan juda ham ko'p keladi. Men bunga ishonaman. Ishonganim uchun men shu yerda turibman. Xudo xolasa, bizdaqalar ko'p sizlar xabar oladi. Bunda o'tmaysizlar.